Bugun 2026-yil 25-iyul. Kechasi 21:24 soatimiz. Mana bu O'tqamar Kenguzar postidagi kanal. Mana ikkita turbadan liq to'la. Kamida bir kub bo'lmasam 1,5 kub suv bor. Shunday. Mana suvni tezligiga e'tibor bering mana. O'zi shovqinidan ham bilinayotgan bo'lishi mumkin. Bir narsani aniq meni fikrimcha aytish mumkinki, mana bu yerda irrigatsiya, mana bu gidroinshoot deyilar ekan endi. Endi fan tilida, bizni tilda oddiy temir darvoza bu. Temir darvozani e'tibor bersak, tayi 10 sm yo ochiq yo ochiq emas. Yo'q, 10 chiqmaydi. Mana qarang endi, necha rezva qoldirilgan? 4 rezva yo 5 rezva yo chiqadi yo yo'q. 1, 2, 3, 4 rezva. Mana insofdanmi endi qarangda miroblar mana shu. Suv yetkazib berish davlat muassasasini ko'z ko'rmaydi, xalq kelib bilmaydi deb mana shunday ahvolga nomiga suv qo'yib yuborgan mana bu yerda. Fanar tuting bir ko'rsataylik. Ikkinchi tomon mana bu yerga nomiga endi temir darvoza qo'yilgan, ikkinchi tomondan mana betonni yonidan Temir darvoza. Bu tomondan agar mana bunday oqim jo'qay qilib qo'yiladigan bo'lsa, nima maqsadda qo'yildi bu darvoza? Mana bu beton nima uchun qo'yildi? ikkinchi tomondan ham suv oqyapti. Bu nima foyda bundan? Maqsad nima qo'yildi mana? Bu suv nechta aholiga yetadi? Vaholanki bundan fermerlar ham suv olyapti. Mana shu. hozir men suvning ichiga kirib jarayonni ko'rsataman. o'n santimetr ham chiqmaydi mana. Mana. Oyog'im bundan ortiq sig'maydi, iloji yo'q. Bu darvozani sal aslida ko'tarib ham bo'lmaydi. Buni qaranglar. Darvoza qo'yishdan maqsad nima ekan men tushunmayman-da. Mana bu tomondan suv oqyapti yana. Mana. Miroblar-ku xalqning ustidan kulyapti-da endi. Uyat kerak. Shu maqsadda hozir aniqlik kiritish maqsadida Kamol akamizga telefon qilamiz. Ya'ni irrigatsiya xodimi Mirob Kamoljon Berdiyevga telefon qilamiz. o'n santimetr joylashtirib qo'ymagan endi. 10 santimetr. Shuni bir 25 santimetr ochib qo'y. Kamol Mirob. Suvning tezligini qarang. Telefonimizda g'idov ketyapti. Alo. Darvozani sal ko'tarib bermaysizmi? Labay? Asal ko'tarib bering akajon, da kanalda suv katta ekan, onasingizning 4 ta rezva ko'tarib qo'yibsiz bor yo'g'i.
Murodjon fermer xo'jaligini dala maydoniga ozroq suv olingan ekan bu yoqdan. Xo'sh. Elmurodboyda fermer xo'jaligini nomini bilmayman. U odamda ham bog'iga suv ketyapti aka. Sal qo'shib bering aka, suv katta-yu. Mayli. Onakay, hozir mirobimiz suvni ko'tarib, ko'paytirib berishdi, va'da qilishdi. Endi bilmaymiz, qachon kelib bu masalaga sizlarga yordam beradilar. Bilmaymiz.